qaddi qomatga ega bo'lish uchun va doimiy go'zal, chiroyli bo'lib yurish uchun, hech qachon kasal bo'lmaslik uchun ushbu narsalar sizga yordamchi bo'ladi. Ayollar, erkaklar ham istemoq hisoblaydi bu narsalarni. Birinchisi bu ramashka. Ramashkani ko'pchilik esdan chiqarib, ko'k choy, qora choy ichib yuradi. Aslida esa ko'k choy, qora choyning o'rnini bosadigan 30-40 yoshdan oshgandan keyin ramashka hisoblanadi. Har xil allergik kasalliklar, organizmni yetishmovchiliklar, asab tinchlantirish, uyquni yaxshilash uchun ramashka juda ham zo'r. Ramashkani damlab chorini iste'mol qilasiz. Bu har xil infeksiyalarga qarshi kurashish uchun juda ham samarali yordam beradi. Ikkinchisi chiya. Chiya urug'ini qattiq qarilashda, suvga aralashtirib, suvni ichib yursangiz ham vazningiz normal holatda yuradi. Va uchinchisi esa bu karkade choyi. Qonni suyultiradi, tromblarni oldini oladi. Bundan tashqari davleniyani normal holatda ushlaydi va eng asosiysi terini chiroyli qiladi. Karkade choyi. Albatta 3 ta narsani doimiy ayollar iste'mol qilsa, qaddi qomati bir xilda yuradi va undan tashqari go'zal, chiroyli, hammadan ham misol uchun sochlari, qoshlari, organizm chiroyli bo'lib yurish uchun shu 3 ta mahsulot eng kerakligi hisoblanadi. Albatta shu video yoqqan bo'lsa, like, patch tashlashni unutmang. Eng sara videolar uchun kichkina tabga a'zo bo'lishni unutmang. Siz qaysi biridan iste'mol qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.